Muhtaram Prezidentimizning 2026-yil 11-fevralda Navoiy viloyatini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-sonli qarorda belgilab berilgan vazifalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ta'lim jarayonini qamrab olganligi ham ahamiyatlidir. Kasb-hunar sohasida o'qitish tizimini kuchaytirish, zamonaviy talablarga mos kadrlar tayyorlash orqali yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochiladi. Ta'lim infratuzilmasini yangilash, zamonaviy sharoitlar yaratish orqali yoshlar sifatli bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, IT va sun'iy intellekt sohalarini samarali rivojlantirish va tumanimizning Langar hududida bolalar yozgi oromgoh qurilayotganligi biz xatirchiliklarni juda quvontirdi. Bolalarimiz yozgi ta'tilda oromgohda dam olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Men deputat sifatida ushbu qarorni xalqimiz hayotini yaxshilanishi, farovon hayot kechirishi uchun qo'yilgan muhim qadam deb hisoblayman. Men o'qituvchi va deputat sifatida xatirchiliklar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman.